Danajon. Xudojon. Yo, astagfirullah, Xudoki. Kelinglar qani. Ha, qaynonam bilanlar. Assalomu alaykum. Masta zavodga ishlaylar zakonni. Ha, yog'likkina ekanda. Hazır. Kelinizni nima ish qilishlarini bilasiz? Bilamiz, zakonni bilamiz, hamsoyalar ham biladi. Rahmat, bizdan birga. Yo. Ne? Xudoim o'zimni. Mana shu uyda o'ziznikida ish qilaverib, bemalol yashayvering. Ha. Ha, bir 200. Ya, 100 ishlagandan keyin 100 olasan. Meniki 500 bo'lsa, seniki 100 man. Cho'ta biznikilar bir to'rt qo'yib kunlar. Masla zavod. Masta zavod zakonda. Shu kecha kuchrak bo'lib ichimiz qizga $100 berdik, tualet kirdi, qornim og'ridi deb chiqmadi. Ittalab telefonni kreditidan telefon bo'libdi-da. Bundan ham battar bo'lgan kunlaring kelyapti sana. Alkash o'zi o'ylana shunday. Xotining nima qo'shdi? Xo'p, bilmasam, tualet bo'lib keladi. Men sizlarga beraman. Bala. Kecha masachi $500 ga uxlatib ketdi, masla olib kelaman. Xudong nima qo'shdi? Bilmasam. Bilmaymiz. Uxlading. Yaxshi, uxladim.